16-rasm. Odamlar u yaratgan buyuk mo'jizalarni ko'rib, unga ergashishgan. Iso rahmdil va hamdard bo'lgani bois ko'p bemorlarni shifolagan hamda Xudo haqida ta'lim bergan. U jazoga loyiq bo'lgan bizlarni gunoh va do'zaxdan qutqarish uchun kelgan. Biroq u ba'zi odamlarni fosh qilib, siz gunohkorsiz deganda, ular Isodan ranjishgan. Yahudiy dindorlari esa unga hasad qilishgan va undan nafratlanishgan. Ular Iso Masih Xudo tomonidan yuborilgan najotkor ekaniga iymon keltirishmagan. Oxir oqibat uni ushlab olib, ustidan mazah qilgan holda rimlik askarlar qo'liga topshirishgan va uni kaltaklashga majbur etishgan. Askarlar Isoga tikanlardan toj o'rib boshiga kiyg'izishgan. Ayamasdan haqoratlab, yuziga tupurishgan. Lekin Iso qarshilik ko'rsatish o'rniga ularga sabr toqat qilgan. U bularni sodir bo'lishini oldindan bilardi va azob chekib o'lishi uchun o'zini bu odamlarga ixtiyoriy ravishda topshirgan edi. Iso Masih barcha gunohlarimizni va jazoni o'ziga oldi va Xudo bu qurbonlik orqali bizlarni oqladi. O'n yettinchi rasm. Askarlar Isoni xochga mixlab bo'lishgach, u o'lguncha xochni tikka turg'azib qo'yishdi. O'sha davrlarda jinoyatchilar uchun bu eng dahshatli jazo sanalar edi. Isoning ikki tomonida ikki qaroqchi xochga mixlangan edi. Lekin Iso Masih hech qanday yomonlik qilmagan holda insonlarning gunohi uchun xochga mixlangan edi. Biz o'z gunohlarimiz uchun o'limga munosibmiz. Biroq bizga atalgan jazoni Iso Masih o'ziga oldi. Chunki savob ishlar qilishga qanchalik uringan taqdirimizda ham biz baribir gunoh uchun beriladigan jazodan qochib qutulolmas edik. Iso begunoh va pok bo'lgani uchun Xudo bu qurbonlikni qabul qildi. O'n sakkizinchi rasm. Iso Masihning dushmanlari biz uni o'ldirdik va undan qutuldik deb o'yladilar. Lekin haqiqatda esa unday emas edi. Iso xochda jon bergach, do'stlari uni tanasini olib qabrga qo'yishdi. Keyin qabr og'zini ulkan tosh bilan yopib qo'yishdi. 2 kun o'tdi va 3-chi kuni Iso qayta tirildi. Ba'zi ayollar qabrga yaqinlashib, tosh qabr og'zidan surilganini va ichkarida Iso yo'qligini payqadilar. 2 farishta ularga Iso o'liklardan tirilganini aytdi. Nega barhayot bo'lganni o'liklar ichidan izlayapsizlar? U bu yerda yo'q. U qayta tirildi, deyishdi farishtalar. Iso hozir ham tirik. U shayton va o'lim ustidan g'alaba qozondi. O'n to'qqizinchi rasm. Iso tirilgandan so'ng aksariyat shogirdlari uni ko'rishgan, u bilan suhbatda bo'lishgan va birga ovqatlanishgan. Isoning shogirdlaridan biri bo'lgan Toma o'z ko'zlari bilan ko'rmaguncha uni tirilganiga ishonmagan. Toma shunday degan: uni qo'lidagi mixdan qolgan yaralarni ko'rmaguncha ishonmayman. Iso unga yaralarni ko'rsatgandan keyingina iymon keltirgan. Toma Isoning oyoqlariga yiqilib, "Mening Xudoyim va Rabbim" degan. Shunda Iso: "Sen ko'rganing uchun ishonding. Ko'rmay ishonganlar baxtlidir" deb aytgan.
20 rasm. Iso Masih qayta tirilgandan so'ng ko'p odamlarga 40 kun mobaynida zohir bo'lib turdi. Ko'pchilik uni tirik holda ko'rishdi. Iso o'zining yerdagi xizmatini ado etib, ko'p mo'jizalar yaratib, samoviy otasini bag'riga qaytish oldidan shunday dedi: Butun dunyo bo'ylab yuringlar va mening o'limim, qayta tirilishim, menga iymon keltirganni Xudo kechirishi va xalqimning gunohi kechirilishi uchun o'zimni qurbon qilganim haqidagi xushxabarni yoyinglar. So'ngra shogirdlar Isoning osmonga ko'tarilishini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Ularga 2 farishta ko'rinib dedilar: Iso qanday osmonga ko'tarilgan bo'lsa, shunday qaytib keladi. Ungacha Iso Xudoning bag'rida bo'ladi. Unga iymon keltirganlarga va endi ishonadiganlarga u maskan hozirlamoqda. Nima haqida o'ylayapsiz? Isoga ishonasizmi? Unga ergashasizmi? Oxir zamonda barcha odamlar o'z gunohlariga javob berish uchun uni oldida hozir bo'ladilar. Siz shunga tayyormisiz? Yigirma birinchi rasm. Nimaga Iso biz uchun qurbon bo'ldi? Xudoning adolati bo'yicha har bir gunohkor jazolanishga loyiq. Iso Masih gunohkorlarni jazodan ozod qildi va o'z o'limi orqali ularni Xudo bilan yarashtirdi. Iso umuman gunoh qilmagan, lekin u bizni Xudodan ajratuvchi gunohni o'ziga olish uchun bizni o'rnimizga jazo oldi va o'ldi. 3-kuni esa qayta tirildi. Iso Masih bizning o'rnimizga berilgan Xudoning qurbonlik qo'zisidir. Agar biz Iso Masihga iymon keltirsak, uning qoni bilan barcha gunohlardan poklanamiz. Shunda biz toza va pok bo'lib, Xudo bilan birlashib, unga yaqinlashamiz. Isoga ergashishning ma'nosi nima? Savolning javobi quyida. Yigirma ikkinchi rasm. Iso 2 yo'l haqida masal aytgan. Ko'p odamlar do'zaxga yetaklovchi keng bo'lgan gunohkorlar yo'lidan yurishyapti. Gunohkor tabiat avloddan avlodga odam matodan barchamizga o'tib kelyapti. Iso Xudoga olib boradigan tor yo'ldan yuringlar degan. Iso Masihga iymon keltirib, unga ergashgan kishi jannatdagi abadiy hayotga ega bo'ladi. Bunday odam do'zaxga yetaklovchi keng yo'ldan ketib, jannatga boshlovchi tor yo'lga o'tadi. Tor yo'ldan yuradiganlarga Xudo jazo bermaydi. Agar siz Iso Masihga iymon keltirmoqchi bo'lsangiz, bunday deb so'rashingiz mumkin: Ey Xudo, men gunohkorman. Men seni oldingda o'z gunohlarim uchun tavba qilaman. Iso Masih gunohlarim uchun qurbon bo'lganiga va 3-kuni qayta tirilganiga ishonaman. Chin qalbimdan yolvorib so'rayman va seni yoningda bo'lishni istayman. Senga shon-sharaflar bo'lsin. Amin.